Talaba yigit mahalla raisining oldiga ish so'rab keldi. Rais buva, meni bir fermerlikka ishga joylab qo'ysangiz. Rais buvani fermasi bor edi. Xo'sh, qo'lingda nima keladi? Yigitning qobiliyati bor edi. Men hayvonlar bilan gaplasha olaman. Rais buva bu gapga ishonmadi. Unda fermamga boramiz. Rais buva va talaba yigit birinchilardan bo'lib sigir oldiga kelishdi. U sigir bilan gaplasha boshladi. Mu, mu. Sigirning javobi mu, mu. Rais buva u nima deganini so'radi. Sigirning aytishicha, uni 10 litr suti bor ekan, lekin qitig'i borligi uchun faqat 5 litrni sog'ishibdi. Borib tekshirishganida u haq edi. Rais buva xursand, talaba yigitni maqtab qo'ydi. Molades. Keyin ular cho'chqani oldiga borishdi. Qahramonimiz cho'chqa tilida gapirdi. Xuryu xuryu. Cho'chqa bunga javob qildi. Xuryu xuryu xuryu. Rais buva nima haqida gap ketyapti deb yana so'radi. U ikkita tug'ibdi, bolalari molxonada ekan. Va talaba yigit yana adashmadi. Rais chindan ham ishondi. Barakalla, seni kelajaging bor. Ular ishni rasmiylashtirish uchun ofisga qaytayotgan payt echkiga duch kelishdi. Echkini bu gapini eshitgan talaba rais buvaga hayron qaradi. Yo yigit, unga ishonma. Men uni maslikda sikkanim yo'q.